Assalomu alaykum aziz obunachilar. Yana bir obyektimizin Xudo xolasa ishlarini bitirdik. Obyektimiz To'rtko'l tumani Leninizm Kaltaminar hozirgi Iqbol to'yxonasidan shu Gumbotish tarafdamiz. Rustam obunachimizin uyi. Pol patolog ishlarini bitirdik bu yerda endi. Bu arqa tarafdan patolog keyinchalik ishlanadi. Hozircha shu yoqlari ishladigina uy ishlandi. Pol patolog ishlari bo'ldi bu yerda. Polamiz 40 kishilik polkisini ham ishladik. Taxtalarimiz 14lik 2-2. 2 taxta balandligi 27 sm balandligi. 28 endi 1 santim zapas qo'yib, sal pastroq qilib ishimiz. Yetmay qolgandan sal ortiq qo'ygani yaxshi. Shuning uchun 27 sm baland pol. Patologimiz plastikni. 460'a 620. Pol uraveni bir xil, bir joydan bir joyga o'tish, hammasi teng. Yaxın kuxnya, yaxın dushovoy. Ona yerda pechoni qo'yib berdik. Patologimiz gipsakardon tekis kuxnya. Yaxın gipsakardon ishlab berdik. Natijni tayyorlab berdik. Natijni bo'ladi ichi gipsakardondan patolog. Yaxın naqshli. Gipsakardondan naqshli patolog. 5 ona 360 joyimiz. 2 joyga bir ko'ngil pechini. Joy kichik kametda, har yandan bir 30 santim yer o'g'irlab turibdi. 30 santimetre joylashgan, bunda o'rtada yana ko'ngil pech bo'ladi. Bu yoqlar genişlik bo'lib turadi. 2 joyga bir qizdirib bo'ladi. 2 joydan üstler yasab qo'ydik. Bu yoqimizda naqshli patolog. Gipsakardon. Yaxımıza natijni tayyorladik. Natijni bo'ladi. Yine arka ishlab berdik. Yaxın şimdi figura tashladik. Şimdi bilan bu obyektda ishlarimiz tamom. Keyingi obyektimiz ko'rsatib o'taman. Keyingi obyektimiz ham shu yerda yana. Bahor oyida bu joyimizning shipurni ishlagan edi. Endi pol patolog namozi o'chirib olib qo'ydilar. Shuni o'tamiz Xudo xolasa. Shuning bilan videomizni yakunlaymiz. Keyingi videolarda, keyingi obyektlarda görüşguncha deb qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.